Sharq Turkiston sürgün dokumenti bosh ministri Salih Xudoyor dushanba kuni Sharq Turkiston sürgün dokumentiga vakolatan Amerikaning Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda ilib berayotgan qilmishlarining ishg'oliyat natijasidagi irqiy qirg'inchilik va mustamlik qilishdan boshqa narsa emasligini bilish kerakligini aytdi. Salih Xudoyor Twitterda ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda Xitoyning qilayotgani ishg'oliyat natijasidagi irqiy qirg'inchilik va mustamlik qilishdan boshqa narsa emas. Amerika Davlat ishlar mahkamasi va Oqsaroy irqiy qirg'inchilikni to'nib yetishi va texmi qattiq tadbir qo'llanib, Xitoy va uning kompartiyasining insonlikqa qarshi jinoyatini to'xtatish kerak dedi. Bu so'z Amerika Davlat ishlar mahkamasining Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilgan vahshiylik to'g'risida tarqatgan silliq uchurga javoban deyildi. Yakshanba kuni Amerika Davlat ishlar mahkamasi Twitterda sin ko'rinishlari bilan mundaq degan: Sharq Turkistonda Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'ur va boshqa Turkiy millat xalqiga zo'rlik bilan kishilik huquq tafsanchilik qildi. Davomli qilyotdi. Jumladan Uyg'urning noposini majburiy kontrol qilish, majburiy emgak, madaniyat va diniy faoliyatlarni cheklash qatorliq bosma siyosat yurgizdi. O'tgan yili Xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi tomonidan ziyorat qilingan Xitoy kabellarida atalgan maxfiy hujjatlar Xitoy hukumatining texnikadan foydalanib Uyg'ur va boshqa musulmonlarni kontrol qilish usulini yoritib bergan. Xitoy bu xil nachar muomalani doim rad qilib, lagerlarning kasbiy tarbiyalash bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Jazo lagerlaridan qutulib chiqalgan oz sonli kishilar u yerda majburiy siyosiy tarbiya, qiyin qistoq, yemaklik va davolanishdan bahramon bo'lolmaslik qatorliq muomalalarga uchirganligini tasvirlab, ularning dinga e'tiqod qilish, o'z tilida so'zlashning cheklanganligini bayon qilgan. Hozir Xitoy bu ayblashlarni rad qilish bilan birga xalqaro tashkilotlarning Sharq Turkistonning mustaqil tekshirishini rad qildi. Bu qilmishi Xitoyning musulmonlarga qilgan vahshiyligiga munosabatli dalillarni texnik kuchaytirdi.